13.500 so'mlik antidost. Hozir ko'rsatib beraman. Ko'zlari oldida Starfall 2 dan Space Cosmetics'dan nabor, nanopokritda stекol. Buncha nima kiradi desanglar. K1 va K2 ustalar biladi buni. Tushunmaganlar uchun tushuntirib beraman. Antidost 2 komponentli bo'ladi. Antidost va aktivatori bilan. Ana komponent antidostlar ham bor. Buni keyingi seriyada ko'rsatib beraman. Endi ichida nima bor desanglar, K1 K2 200 mg dan Mix Battle buning ichiga 5 mg bu yerdan 5 mg bu yerdan aralashtirib ishlatsa bo'laveradi. Undan tashqari applikator va korobkaning tagida mikrofibrali bor. Nimaga endi 13.500 dedim? Bu naborimiz 540 ming so'm turadi. 400 mg gotovoy sostav bo'ladi. Sredniy bitta avtomobilga 10 mg ketadi. 540 ni 40 ga bo'ladigan bo'lsak, 13.500 so'm to'g'ri kelyapti. Sredniy antidostda O'zbekiston bo'ylab 150 ming so'mdan boshlanadi. 10% tovarga, 90% xizmatga. Yaxshi, o'ylanglar.